Yashnobod atrofida hech ham bunaqangi narxda kvartira chiqadi deb o'ylamadim o'rtoqlar. Asosiy pod'ezd qismimizdan kirishimiz bo'ladi. Kirganimiz shunaqa xonalarimiz ketma-ket joylashgan. Chap qo'lda birinchi xonamiz, kuxnyamizni ko'rishimiz mumkin. Mebel texnika jihozlar bilan tayyor holatda. Va birinchi yotoqxonamiz kattagan razmerda, remontlari ham chiroyli, hali hech kim yashamagan, ko'chaga qaragan oynalar bor va bitta o'sha sanuzolimizni ko'rishimiz mumkin. Keyingi xonamiz keladigan bo'lsa, bitta zal mehmonxonamiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, ko'chaga qaragan oynalari bor, juda ham yorug' holatda. 9 etajli domimiz 4-etajda joylashgan, 3 xonali. Va oxirgi yotoqxonamizni ko'rishimiz mumkin, kattagan razmerda, o'zini balkon qismiga ega bo'lgan holda. Manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Yashnobod tumani Olmos metroyimizga 200-300 metr masofada joylashyapti o'rtoqlar. Kadishva bozorimizga ham juda ham yaqin masofada. Menimcha 400-500 metr chiqsa kerak. Bu joyimizning narxini 50 kvadratli 3 xonali kvartiramiz narxini sizlar uchun $67 ming ga qo'ydik. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Tezda telefon qilib baraka qilib qo'yinglar. Joningiz sog' bo'lsin. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, aka.